Assalomu alaykum ledilarim. Bugun uzoq kutilgan kunga ham yetib keldik va nihoyat bugun sizlar bilan 22-iyun ro'parasi 7 soatdan keyin jonli tarzda ko'rishamiz va yillar davomida sizni qiynab kelayotgan muammolaringizga qanday qilib yechim qila olmayotgan bo'lsangiz, uydan ko'chaga chiqmasdan biz operatsiya yechimlarini sizga aytib o'tib ketaman. Va siz bilan bugun bitta sayohatga chiqamiz. U sayohatga siz nimalar olishingiz kerak? O'zingiz bilan ruchka, bloknot va cheksiz ishonch va xohishni olishingiz kerak. Va shu bugungi kunimizni degan mavzuyimiz hech qayerda gapirilmayotgan mavzular bo'ladi. Hech qayerda u mavzularni ko'rmaysiz va 3 kunni ham ko'rishingiz kerak, chunki 3 kungi mavzular bir-biriga juda ham bog'liq va sizga juda ham muhim bo'lgan temalar haqida gaplashamiz. Keyingi dumaloqchada sizlarga keyingi mavzuni gapiraman.